Megalodon tarixdagi eng katta va eng dahshatli akulalardan biri hisoblanadi. Uning nomi ulkan tish degan ma'noni anglatadi. Megalodon millionlab yillar oldin okeanlarda yashagan va o'sha davrning eng kuchli yirtqichi bo'lgan. Megalodon qanchalik katta bo'lgan? Olimlarning fikricha, Megalodon uzunligi taxminan 15-20 metr. Vazni esa 50 tonnadan ham ko'proq bo'lgan. Bu degani, u oddiy avtobusdan ham kattaroq edi. Uning tishlari ham juda ulkan bo'lgan. Ba'zi tishlari 18 santimetrgacha yetgan. Odam kaftidan ham katta bo'lgan. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, uning tishlash kuchi tarixdagi eng kuchli hayvonlardan biri bo'lgan. U katta kitni bir necha tishlash bilan jiddiy yaralashi mumkin edi. Qachon yashagan? Megalodon taxminan 23 million yil oldin paydo bo'lgan va 3 million yil oldin yo'q bo'lib ketgan. Demak, u dinozavrlar bilan bir davrda yashamagan. Dinozavrlar undan ancha oldin yo'q bo'lib ketgan edi. Nega yo'q bo'lib ketgan? Olimlar bir nechta sababni aytadi. 1. Okean sovib ketgan. Megalodon iliq suvni yaxshi ko'rgan. Keyinchalik okean harorati pasayib ketgan. 2. Oziq kamaygan. Katta kitlarning ko'chishi sabab Megalodon uchun ov qilish qiyinlashgan. Olimlarning fikricha, bunday ulkan yirtqich yashaganida uni sun'iy yo'ldoshlar, kemalar, suv osti kameralar allaqachon aniqlagan bo'lardi. Shuning uchun Megalodon yo'q bo'lib ketgan hayvon deb hisoblanadi. Kino va internetdagi mashhurligi. Megalodon juda mashhur bo'lib ketgan. U haqida filmlar, o'yinlar, horror videolar, hujjatli filmlar yaratilgan. Ayniqsa ulkan akula mavzusi odamlarni juda qiziqtirgani uchun Megalodon internetdagi eng mashhur